Yolki-polki biznes bilan. Orqasiga dedi Sardor eding debdi. Pashol tochkacha ko'madi. Assalom, Munbay kelib qopti. Akbar o'z do'ppida 1995 xush kelibsiz. Yomonni aka debdi, siz erkakmidingiz debdi. Yo, bo'lak bittasi edi efirda. Hozir u tushim men chiqdim. Erkak bilan erkak edi. Tochkacha yeb qo'yasiz hozir, tavba qildim debdi. Xo'p, o'zlaring yaxshi Mustafa vashshi bo'ldi-yu, debdi. Mustafa qalis do'st o'zingiz yaxshimi? Ko'tki debdi. Ya 027 keyin ishab ko'ring, ko'zingizdan o't chiqarib beraman. Mana shu ko't qo'tag'im bilan bitta tiqaman, ko'zingizdan o't chiqib chaqnab ketadi, ishonavering. Ertaga hamma erkaklar kelmasin, Sardor oldinga. Sumayya kelib qoldi. Sumayya, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat. Ke sen kam yeding degan ekan deganman. Ko'tingga siktir dedi-yu, yeding debdi. Ya 027 men taraman. Ishonavering, kun bo'lsangiz ham nikingizni yozib, keyin erkakka o'xshab yozing mayda. Telefonda gaplashgan ko'tga o'xshab raqamda kelmang, hezalakka o'xshab, erkak bo'lsangiz nikingizda erkakka o'xshab yozing, men sizni topib sikib qo'yimman. Qo'rqmay o'tiravering nikingizda. Erkak sikimman men. Siksam ayolni sikaman, erkaklar ko'taga sikib o'rganmaganman. Nikingizda o'tiravering, ko't qilib qo'yimman. Kim edi u aziz debdi. Xo'p, mana ular ya nima ishing bor dejarman, ne so'kasan Sumayya bechorani. Achach ha debdi. Ya to'g'rida erkakka o'xshab raqamdagi qo'taqqa o'xshab piching qilmasdan erkak bo'lsang nomingni qo'yib kel, men ishlab sikimman-ku seni. 027 qo'taqqa o'xshab piching qilasan, og'zingga qo'tag'im. Payshon, yibban og'zingga sikaman, gandon. Nomering yoz, yibban, gandon og'zingga sikay, sasat qilasiz. Xo'p, erkakmisan, yoz nomeringni. Qo'tag'imni o'pasan. Mana nomer. Telefon qil naq qo'y. Og'zingga sikay, gandon, pidaras. Telefon qil, og'zingga sikaman senda gandon yibban bemahalda bo'lgan. Emas jalab. Og'zingga sikay. O hezalak-ku sokin debdi. Xo'p. Sokinman, aqlli bo'l debdi. Qo'taqqa o'xshab aytdi raqamdagi va piching qilar og'zingga qo'tag'im. Xuddi men o'zim nomi nikingga kelib yoz, ishlab sikib qo'yimman sen aytdi, to'n qaytirib hammani oldi. Belini ushlab, ko'tini o'pasan debdi. Ha, oxun ham qo'shildi unga debdi. Basharangiz va gandon telefon qil, erkakmisan, mujikmisan, telefon qil, onasini sikay sokin tunni debdi. Bilimman bitta yarimta amuyam, unga ham qo'taq kerak ekan, xalqdan beri mashta qo'taq izlab o'tiribdi. Ana oxun o'zbek radioni DJ'imi aka debdi, qaysi oxun? Kim o oxun? Men qaydan taniyman oxunni? Yo, kallang qo'taq bormi bitta? Enangga shaskanlar, bitta biz o'zimiz tanishlar. 4-5 tamiz o'tirib, bir-birimiz bilan hazillashib, hazil qilib kulishib o'tirdik. Musur debdi. Qo'taqqa o'xshab kelmaydi, aqllilik qilasan. Enangda ami bormi? Enangga shaskan. Tor yo'qol, basharanga qo'tag'im senda gandonlar. Raqamdagi qo'taqni boshing garang qilasan, enangda amiga shasqsin seni. Erkak bo'lib nomingdagi yemasan, tanisak, enangga shasqkan, raqamdagi qo'taqni garang qilmasdan bitta. Birov chaqirdimi sen qo'taqni basharanga sizga gandon.
qiladi hozir. Qo'tag'imga aytib yibmay. Ama 27 santimetr var kim o? O ya 0.27 dan ko'ti chiqib qolibdi shu. Joy mencha 27 bo'lmasa ham shu 15 sant qo'tag'im bilan qo'tag'imni ichkariga qaytarib tiqib beraman-ku. Gandon o'zini tanitmayapti-da, hezalak. Inangi shaskan. Banini ochib qo'yinglar, ban berdilaringmi Abdulla? Ochib qo'ying banni. Kaz yo'llarda, buyingda amagasiz-ki. Yaxshidam olinglar, otamni fe'li kelib qopti. Ketdim edibdi. Yo bu enangi shaskanlar qaraqir, men yo'q maktab kunkumlar bordi. O'zimizni bolalar yig'ilishib, o'zimiz tanitgan bolalarga telefon qilib, hazillashib, shunda jahlini chiqarib, kulishib o'tirsak, bitta enangi shaskan kelib, ayang ochganda amini sikalmagan joyim bormi? Enangi shaskan ya sen ko'tingni ochganingda sikalmaganmanmi? Gamdo ko'takan bu deydi, gapni qara. Enangi shaskan shuning tushugin ko'rasan ko'tdi. Ko'tingdan tiqaman kirtaginggacha bora qo'taq. Ikki bolasi o'ziga qo'tag'im debdi. So'kma biling bo'ldi debdi. Ya to'g'rida asabdi o'zim. Qara hazillashimni o'zim tanishlarimga enangda amagasiz-ki, enangda shaskan bolasi. Asabdi bizgan yaxshi kayfiyatni ko'tarib kulishib o'tirdik, bitta ko'p kelib asabdi bizganni qara. Enangda shaskan. Ayangni maytga olib kelsang, ertangi kun beremenni bo'lib ketar ayang. Ko'rasan keyin kun ko'takan. Bitta senga olib kelar erkak ukanimda yetalab. Senga o'xshagan ko't chiqmaydi-yu, erkak bitta uka tug'iladi, ayang ham erkak tug'adi hayotida bir marta. Maytga olib kelgan, bir kecha tashlab ketgan. Ayol bo'lsangiz o'zim olardim. Sardor debdi. O to'chgacha xunasamiz nimasiz? Ayol kishimiz o'zingiz, erkak kishim xunasaga o'xshab qalbdan berasiz ham piching qilasiz. Amiz bormi yo qo'tag'ingiz bormi? Nimangiz bor sizda? Ko'tga o'xshaydi mana shu ham. Na zo'r ayol chiqarkan debdi. Rost na ayolligim bilan na erkakligim birov. Bog'ana anu sog'inch azobiga istaganka bo'lib, dejarmon bilan urishitru. O'chir ayolman qiz debdi. Ayol bo'lsang, bunday juplab o'tir. Ha deb u qo'taqqa, bu qo'taqqa osilurmaysan ham. Bittaga osilgan mazza qilasan, bitta tayinlisiga osilsang mazza qilasan. Ha deb unisi bilan bunisiga osilaverganing bilan bitta kasal orttirib olasan. Shamollashi bormi qo'taqqa duch kelib qolsang. Sog'inch azobi shu yerda debdi. Nima bo'pti shu yerda bo'lsa? Ya emas. Menga osil debdi. Bitta osiladigan qo'taq bormi, yeban ekanu debdi. Ha kelib mana osil menikka. Rasa mazza qilib osiladigan bormaydi. Ke osil. Ertalabgacha osilsang ham ko'tarib turaveradi. Yonboshlamaydi. Sardor o'zingdan ketmayman, senga yomon gapirmadim. Ya xalqdan beri beje qilding, telefonda gaplashimda ham beje qilib yozding. Indamadim. Omad aka efiringizga xo'p ketayotgan bo'lsangiz sizga ham omad. Sen erkaklarga osilding. Nima qilaman, senga osilaman. Yenangda amaga osildim. Yenangda shaskan og'zingga qo'tag'im jalab. Buyingda amaga skey. Yenangda amaga osildim, yenangda emchagiga osildim.
Enangda amin chidasam hazil qilaman. Enangga shisha siqqan jalab.